Qiyomat kunini tasavvur qiling. Ulkan to'lqinlar ko'tariladi, binolar qulaydi, hamma o'ladi. Qayta tirilganimizda hamma so'roq qilinishni kutib, dahshatga tushib qoladi. Quyosh shu qadar yaqin keladiki, uning issig'iga chidab bo'lmaydi. Endi tasavvur qiling, o'sha kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turibsiz. U zotning huzuri sizga rohat va xotirjamlik bermasmidi? Payg'ambarimiz aytganlar: Qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladigan inson menga eng ko'p salovat aytgan kishidir. Shunchaki salovat ayting. Bu juda oson. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Garchi oson bo'lsa-da, ko'pincha buni unutamiz. Shunday ekan, buni kundalik odatga aylantiraylik. Har bir namozdan so'ng, har bir duoning boshida va oxirida, yurib ketayotganda, navbatda turganda, uyquga yotishdan oldin, har safar buni aytganimizda bizni eng ko'p sevgan insonga muhabbat yo'llayotgan bo'lamiz. Va inshaalloh o'sha kunda biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turamiz.